Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Bugungi g'alaba, bugungi chorak final bilan barcha O'zbekiston xalqini tabriklaymiz. Qatar yashil maydonlarida o'z yurishini davom ettirayotgan Islombek Ismoilov shogirdlari bugun Xorvatiyaga qarshi o'yin o'tkazishdi. Va qadrli do'stlar, bilasizmi, bunaqa o'yin men ko'rmagandim. Mana yarim tun bo'lishdan qat'iy nazar O'zbekistonda soat millari 12 ga qarab yaqinlashmoqda, deyarli o'tmoqda. O'zbekiston o'smirlari Xorvatiya jamoasini penaltilar seriyasida lotereyalar o'yinida mag'lubiyatga uchratib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bilasizmi, chorak finaldagi raqibimiz bu Italiya o'smirlari bo'ladi. Ha, qadrli do'stlar, Fabio Cannavaro ko'rib qo'y, O'zbekiston o'smirlari seni vatandoshlaring Italiyaga qarshi chorak finalda o'yin o'tkazadi. Ha, aytishingiz mumkin, Italiyaga chorak finalda mag'lub bo'lamiz yoki g'alaba yoki durang deyishingiz mumkin. Bunisi muhim emas, qadrli do'stlar. Eng asosiysi, bugun O'zbekiston o'smirlari Xorvatiya o'smirlarini ajoyib tarzda mag'lubiyatga uchratdi va chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ushbu g'alaba bilan barchani tabriklaymiz. Muborakbod etamiz O'zbekiston xalqini, nafaqat o'zbekistonlik muxlislarni, Markaziy Osiyo, xususan qo'shni davlatlardan O'zbekiston o'smirlarini qo'llab-quvvatlagan barcha futbol ishqibozlariga bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz va muborak bo'lsin deb qolamiz. Qadrli do'stlar, haqiqatdan tan olish kerak, ushbu uchrashuv juda ham qiziqarli, hayajonli bo'ldi. Mana hozir o'sha o'yinni yakunlab, barcha ehtiroslarni, barcha iqtiboslarni tomosha qildim. Ha, futbolchilar juda ham yaxshi harakat qilishdi. Tan olish kerak, o'smirlarimiz vatan uchun bor diqqat e'tiborlarini berishdi va yakunda penaltilar seriyasida omad ham bizga kulib boqdi. Bilasizmi, omad faqat kuchli jamoalarga kulib boqadi. Bugun eng kuchli jamoa O'zbekistonga omad kulib boqdi. O'zbekiston o'smirlari bugun Xorvatiyani penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchratishdi. To'g'ri, birinchi bo'lib Xorvatiya darvozasiga gol urdik, 1-0 hisobida oldinga chiqib oldik. Birinchi bo'limda to'liqligicha ustunlik bizda bo'ldi, lekin ikkinchi bo'limda so'nggi daqiqalarda Xorvatiya hisobni tenglashtirdi va penaltilar seriyasida O'zbekiston jamoasi g'alaba qozondi. Albatta, asosiy darvozabon sifatida Ibrohim Shokirov maydonga tushgan edi, lekin daqiqalar penaltilar seriyasiga yaqinlashgandan keyin Islombek Ismoilov darvozabonni almashtirdi. Ya'ni Osiyo Kubogida juda yaxshi taassurot qoldirgan Rustamjonov darvozani qo'riqladi va o'sha Rustamjonov penaltilar seriyasida faol qatnashdi, penaltini qaytardi va yakunda O'zbekiston o'smirlari chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Xafa bo'lgan, yig'lagan Modric ukalari Xorvatiya esa endi o'z vatanlariga qaytib ketadi. Bu biz uchun muhim emas, qadrli do'stlar. Ushbu g'alaba bilan, ushbu chorak final bilan o'zbekistonlik futbol muxlislarini tabriklaymiz. G'alaba muborak bo'lsin. Endi chorak finalda Italiyaga qarshi o'ynaymiz. Nasib etsa, albatta Italiyani ham mag'lubiyatga uchratamiz. Darvoqe, qadrli do'stlar, Xorvatiya va O'zbekistonni o'yinni boshqargan gabonlik hakamga ham o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Shu hakam ham juda ham zo'r o'yinni boshqardi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. O'sha xorvatiyaliklar juda ko'p marotaba hakamga murojaat qildi. Penalti yoki gollar yoki o'yindan tashqari holatlarda hakamga murojaat qildi, lekin hakam o'zini to'g'ri qarorlari bilan o'yinni zo'r boshqardi. Demak, qadrli do'stlar, O'zbekiston o'smirlarini, Islombek Ismoilov jamoasini bugungi g'alaba bilan chorak final bilan tabriklaymiz. G'alaba muborak bo'lsin. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lib qo'ying. Darvoqe, bugungi g'alabadan so'ng albatta like tugmachasini bosishni unutmang. G'alaba muborak bo'lsin. Kayfiyat a'lo darajada. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.